El-Mu'min. Ey xotirjamlik ato qilguvchi, omonlik berguvchi, qo'g'dug'uchi va iymon nuri ato qilguvchi Alloh. Sen hidoyat qilmasang, qalblar qandoqmi aram topsin? Qalblarni sen aram topqizmasang, kimmi aminlik cho'milalisin? Sen iymon nimati ato qilmasang, kimmi haqiqiy mu'min bo'lalisin? Bütün dünyada yetimga aylangan, g'ayrib bo'lgan muhacir xalqimizni amin qilgin. Ularning qalbiga oromlik berishligin. Ularga sabr taqat, chidamchanlik ato qilgin. Ularning qalbidan iymonning ta'sirini yo'q qilib atmagin. Sen bizning iymonimizni qo'g'dab qolgin. Fikrlarimizni iymon nuri bilan bezigin, so'zlarimizni iymon hallari bilan zinnatligin. Ey Allohim, meni ayshi ishrat to'zig'iga tushirma. Nafsimning vasvasalariga tashlab qo'yma. Menga shundoq bir iymon ato qilginki, yomon amallarimdan pushaymon qilib, sana qaytishga turtki bo'lsin. Menga shundoq bir iymon ato qilginki, gunoh maisatlarga cho'kishdan o'limni afzal ko'rsatalisin. Menga shundoq bir iymon ato qilginki, uning nuri zehnimni, fikrimni, so'zimni, ko'zimni nurlandırsın. Menga shundoq bir iymon ato qilginki, uning julosi ish harakatlarimda, gap so'zlarimda o'z ifodasini topsin. Ovozliq